Stalinning eng yaqin doirasida omon qolgan odamlar foydali bo'lishi, ehtiyotkor harakat qilishi va hech qachon haddan tashqari mustaqil kuchga ega bo'lib ko'rinmasligi kerak edi. Beriya bu o'yinning qoidalarini ko'pchilikdan yaxshiroq tushunardi. Ammo qoidalarni bilish ulardan qutulish degani emas edi. Stalin ham, Beriya ham gruzin bo'lgani sababli ular o'rtasida qandaydir ma'lum madaniy yaqinlik mavjud edi. Lekin bu do'stlik degani emas. Ularning munosabatlari boshidan oxirigacha manfaatga asoslangan bo'lgan. Stalinga shafqatsiz va samarali xavfsizlik boshlig'i kerak edi. Beriyaga esa o'z mavqeini saqlab qolish va maqsadlariga erishish uchun Stalinning himoyasi zarur bo'lgan. Shu bilan hammasi tugardi. Kreml haqida gap ketganda, ishonch degan so'z deyarli mos kelmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Stalin Beriya haqida ham maxsus papka yig'ib borgan. Unda uning noqonuniy ishlari va ehtimoliy xiyonatlari haqidagi materiallar saqlangan. Kerak bo'lib qolsa, bu hujjatlar Beriyani yo'q qilish uchun ishlatilishi mumkin edi.